Assalomu alaykum tuğanlar. Mana No'qatdan жылқысы Salakamda yaxshi o'spirim bor ekan. Yaxshi 2 yoshda. Inshaalloh ko'rsangizlar bo'ladi. Aldı ko'kroklari, boshlari Yevropaga o'xshaydi bu. Kutuq qo'li toza. Ishini ko'rsak bo'lar ekan. Bo'ladi. Tishdan bilganlar bo'lsa, qulun tishlarini tashlashaylik ekan. Aka minilganiga qancha kun bo'ldi aka? Bugun 5-kun. 5 kun bo'ldi minilgan. İnşallah o'spirimni kuchli ustidan izlaganlar bo'lsa, uni ko'rsangizlar bo'ladi. Archaqlar. O'ta kurchudan izlaganlar bo'lsa, Salakamda bo'ladi. Nomerini aslına qo'yib qo'yam. Жаңы mingikenda bu. Yaxshilab yurib olsa, inshaalloh millionlik otlardan bo'ladi. O'zi ham o'ta yumshoq ekan a. Aka bu qayerdan kelgan? Bu Rossiyadan kelgan. Rossiyadan qayeridan kelgan? Omskdan. Aka Omski taylardan ala to'xshaymiz a. Ben Omski'den kelgan taylar jalan. Kuchli chiqib o'tadi biroq. İnşallah. Müçölerini o'zinglar ko'rib bag'ib berib ketsingizlar bo'ladi. Boy metrga 1.78 chiqdi. Uruvinga 1.68. Uruvinga 1.68. 1.68 uruvinga. İnşallah. 2 yashar, toza 2 yashar. Bu dag'i o'sadi bu. Xudo xolasa 75 bo'lsa ham aka. O'ta cho'ng ot bo'ladi. Şu Omski taylardan alış gerek ekan. Tamam. Salakam yengiroq qilib berasiz buni. Aqchasi qancha aka? Aqchasini 12 ming deb atadi. Kichkina suyrash yo'llari bor. Basqan basqarni ko'rsangiz. 12 ming dollar kichkina kami bor.